Короче, hamma inson do'stlar, sizlar bilan GameCat. Bugungi videoda sizlar bilan ranketda Lega 1 dan Lega 2 gacha o'ynaymiz. O'zi ancha tushib ketganman, ko'rgan bo'lsangiz. Xo'sh, agar sizlarga videolar yoqadigan bo'lsa, kanalimga o'tib shunday podpiska va like bosib qo'yasizlar degan umiddaman va boshladik. Tak, safe zona tushdi. Bu zonaga qanaqadir sniperski yoki uron beradigan gero olish kerak. Videoni sal uzunlashtiraman. Agar tanlayotgan paytlarimiz zerikar bo'lib ketadi. Ban qilishga Chak yoki Miko. Ikkitasidan bittasini ban qilish kerak-da. Yaxshi komandam Chakni ban qildi, endi Mikoni ban qilaman. Bu zonaga qaysi giroy olsam men? Naji olsam ekan? Bayron olaman bu zonaga, Bayron. Ancha PKV giroy. Sniper va jon qo'shadi, urum beradi. Bu normalmi? Qolgan videoni tezlashtiraman, qolganlar tanlagan. Tanlab bo'ldik. Bizlar komanda Byron, Nadia, Angelo, ular komandasidan Otis, Brock, Colt. Bizlar komanda normalni pik qildi deb o'ylayman. O'yin boshlandi. Tak. Birinchi bo'lib men har doimgidek o'rtaga bir ikkita ot olaman. O'zimni hammaga o'tib ketadigan o'qim bor. Star power'im pastda to'lib turibdi. Tak. Opa, temadi. Tak, bir de Otis menga xalaqit beryapti. Tepaga chiqib olishim kerak-da. Otis o'rin beramiz. Yana bitta. Tak. Otisga bir super tool. Uchta o'qim yo'q deydi. Tak. Cho'ta o'qim tegmayapti. Yaxshi. To'q deydi. Gadget bosib ko'rmadim. Gadget bosib super bilan o'ldirmoqchi edim. Gadgetdan to'g'ri endi vaqt kerak. Tak, bir de Otis yana chiqdi oldimdan. Brock qayerdadir? Aha, bo'ldi topdim. Tak. Otisga super shotgun. Vay, super. Hech qisi yo'q. Hozircha hatto uncha ko'p qilgan yo'q. Safe normal o'rin berdik. Jon ozroq bularga. Men Otisga yaxshi o'qlar tegizyapman. O'rin berib. Yana bitta. Yo'q demadi. Jon qo'shish kerak bularga. Gadget, jon, yaxshi. Otisga yana tegizamiz, o'rinlaymiz. Xato super va yana bitta. Opa, yaxshi hypercharge to'ldi. Endi tepaga push qilamiz. Hypercharge yo'q, halmas. Ha, super yaxshi. Nechunsa jon qo'shishga foydasi. Tak. Otis bilan Devol bilan o'ynayapti-da, o'xlam tekish qiyin bo'lyapti. Safe'ga. Opa. Xuddi safe o'tayapman. Safe o'tadigan qilib Otisga oldim va yaxshi. Menimcha o'laman. O'lmadim. Yaxshi, jon to'lashim kerak. O'zimga ham tegadi deb o'ylabman-da. Yutqazmasa kerak bu. Menimcha 100% yutqazmaymiz. Endi kelish foydasi ham yo'q-da. Yaxshi, birinchi o'yinni yaxshi boshlab oldik. Ikkinchi o'yinga ham endi nasib yana xuddi shunday bo'lsa o'tamiz. Menimcha uncha normallik gruppalar bermadi, faqat biling. Bizlar bitta komandamiz Alien Fam. Men ranketdan uncha ahamiyatga emas. Tak, har doimgidek bitta ot olamiz. Cold devorni buzdi o'zinikini, Brock bizakini buzdi. Hozircha pokka e'tibor qaratmay, faqat Otis. Bular o'rtadan kelmoqchi-da. Aytjon. Yaxshi, Otisga yaxshi damage tekizdim. Safe'ga.
Yo'q, qo'lga hozir urmagan ham yaxshi edi, chunki jon to'g'rishga o'zi vaqt ketadi uni. Yaxshi. Va o'ldiraman. Gachdan jon va Otis minus i. Otis urmayapti. Otis tirik qoldi. Bila, qanday o'qim tegdiman. Superman ko'pincha jon qo'shishga ishlatyapman. Yaxshi. Xabar shazim to'g'ri deb qoldi. Ajoyib. Mana qo'y super bilan o'tishtirdim va o'ringa ketamiz. Takan so'rim xabar shazim bilan superni to'lgan, super to'ldirosam xabar shazim bilan menimcha normallikka qo'yaman. Yaxshi. Gadget. Menimcha yaxshi. Superga yana bitta o'q, urib, super, anaka. No, ovozni kech beryapman o'zim kapotdan. Tak, uyda. O'chisi normalniy o'rin beramiz, gadjet bilan ham beramiz. Super bilan bu safar ishlab bera olmaydi, lekin yaxshi. Mana hypercharge bor, ular yutib ketish ehtimoli yo'q-da, 45 minut. 45 minut turmam. 45 soniya. Hypercharge va yaxshi. Birinchi o'yin zo'r ketdi. 7taga 3ta. Manjil yaxshi o'ynadi. Ikkinchi o'yinga ketamiz. Hozir bizga 100 bitta berdi. Ikkinchi o'yinga qani ketdik. Ikkinchi o'yinga ham keldik. Va qaysi zona? Bu nima edi nomi? Baroq to'ldiradigan nomi bilan hot zona tushdi va bunga bizlar kimni ban qilsak? Grif yoki Jujuni ban qilish kerak menimcha. Juju yoki legenda yo'q. Juju qayerda edi? Juju. Mana topdim. Tak, endi o'zim oladigan geroyim. Bu zonaga men Bibi oldim. Komandam Trunk bilan Cardulus. Dushman komanda Damon, Colette and Ken Berry. Menimcha ularda xalaqit beradigan menga Colette. Hozir Buffy'lar bilan kuchaytirilgan. Bitta shu Collette'ga qiynalaman, qolganlarini menimcha yopozdan kerak. Menimcha men o'rtada o'ynashim kerak. Agar u pastga ketsa, pastga ketdi. O'rtada men xalaqit berib, ularga tira oldi. O'qim tegmadi. Menimcha internet yaxshi ishlamayapti. Xo'sh, bunga bitta ot olamiz va yana bitta ot olamiz. Tegmadi. Behi hammani sotib ol. Super. 2 marta yarim tegdi, yaxshi. Tepaga menimcha men bemalol ega bo'laman. Bebimda hamma Buffy bor, shuning uchun o'rin katta beryapti. Hypercharge va qo'llikdan yo'q, joni juda kam. Yaxshi. Menimcha biz ko'p joyda kontrol qilib qo'ydik. 70 ga oldim. Menimcha bundan keta olmayman. Yo'q, ketdim. Yuring, Colette agar gadjet bosmasa men o'ldira olmaydi. Yaxshi, menimcha o'ldim. Yo'q, tirikman. Gadjet bosar yo'q menimcha. Yo'q, hali ham tirikman. Endi o'ldim, hech bo'lmasa. Cardulus olib ketdi. Menimcha Cardulus Colette olib ketish kerak-da. Damon'ni men yo'q, yutdik. 50 100 bo'ldi, 100. Juda tez yutdik, vashti tez. Ikkinchi o'yin ham shunday bo'ladi degan bilaman. Har doimgidek men mana bu o'rtasiga bog'lasam, Trunk pastdan o'ynasa, Cardulus tepaga ketsa, menimcha yaxshi distansiya qila olamiz. Xo'sh, tepadan endi Colette kelayapti menga xalaqit berishdan. O'roni ham baland. Gadjetdan tortib oldi.
Trank pasga o'tib ketdim. Juda qiynalib o'ldirishdi. Carlos menimcha olib ketsa, hatto super. Men o'ldim. 500 jon. Yana 500 jon. Bak. Qanday qilib bu yoqqa borsam? Yaxshi, menimcha o'zim yana. Qo'lletni gachdi вообще. Beryapti. Bizlar joyda kim uncha to'lib tashadi? Sakam yarim. Sakam emas, yarim o'zi. 78, 79. To'g'ramiz. Yana bitta. Yaxshi peshlatdi. Menimcha yutdik. To'g'ramiz, super. Hypershash bosmoqchi edim, lekin jonim kam edi. 94% zonani olganmiz. Menimcha 100% yutamiz. Bu qarshiligini ko'rsata olmaydi. Bizlar hypercharge bilan bor. Bang. Yutdik. Juda oson yutdik bu safar. 6 ta kill 5 marta urilish yaxshi. Shu joyda videoni o'chirishga majbur bo'laman do'stlar, chunki menga YouTube ko'p videolarni o'yinlar qo'yishga qo'ymaydi, chunki videosi ko'p bo'lgan o'yinlarda faqat shu kanalda ko'p podpischiki bor odamlar qo'ya oladi. Menda atiga 80 nechtadir obunachim bor. Bu mening akkauntim Liga 3 ga chiqaman eng ko'p. Narigi sezon Masterga chiqishga harakat qilaman, chunki bu sezon vaqtim ketib qoldi. Hammaga rahmat do'stlar, shu joygacha kuzatganingiz uchun. Keyingi safar balandroq rankga chiqishga harakat qilamiz.